Yaxşımısınlar dostlar? Biz bugün narin tayyorlash usulini 800 gram unga 20 gram tuz selib, bir top qum chaqib, 280 ml suv quyib, chingroq xamir yo'g'irib olamiz. Xamir yo'g'irganda ubda ishlab, yaxshi qilib olishimiz kerak. 10-15 metr tarafida sindirib olaylik. Biz qozonga suv quygandan keyin go'sht, sebze, chamg'ur, no'qut qatorliqlarni solgandan keyin qaynagan chaqda küplerini elib etib, 1 soat atrofida yumshoq pishirib olamiz. Mana materiallarimiz pishdi. Endi buni suzib olaylik. Sho'rpisdan qozonga ozroq elib edib, narindan keyin sho'rpisni tanshaymiz. Xamirimizni mana dan qilib to'g'rab olamiz. Tayyor bo'lgan sho'rpaga to'g'ragan materiallarni silib, narin sho'rpini tayyor qilib olamiz. 10 gram tuz, 5 gram zira, 3 gram aqmus silib, ta'min tanshab olamiz. Go'shtning sho'rpisiga tayyor qilib olgan narin cho'pimizni silib, 2 minut atrofida pishirib olsak bo'ldi. Qachig'irib olgan cho'pning ustiga narin sho'rpisini qo'yamiz. Ustiga qarma suv patgandan keyin ozroq shansay solamiz.